Xo'p, biz Usto'jonni test drive zonasiga kelganmiz. Usto'jon asosan inomarka avtomobillarni kuzovini ta'mirlash bilan hamda shuma izolyatsiya xizmatlari bilan shug'ullanadi. Hozir biz test drive qiladigan zonadan agarda shuma izolyatsiya qilingan avtomobil hech qanaqa g'ichir-g'ichir, chiq-chiq, umuman har xil tovushlarsiz chiqsa, demak sifatli qilingan bo'ladi. Hozir biz shu yerga kelganmiz. Haval H6 avtomobilni bitta yurg'izib ko'ramiz va zavodskoy o'zini shumkasiga avtomobilni qolaversa yurish qismiga Usto'jon baho beradi. Usto'jon bitta narsani tushuntirib o'tib ketishim kerak. Bu Haval H6. Sekin podpiskalarimiz ham bilishadi, qanaqa modellar kelmadi. Bu yo'lakchada bizlar nima deydi? Yaxshi narsadan foydalanamiz, yaxshi narsa uchun mashinalarni ovozini eshitish, shiqir-shiqirlarni, shuma izolyatsiya hadovoyi qanday, mana shu yo'lakchaga qarasa bilib olamiz. Endi kasallikni mana topish kerak-ku. Albatta. Yo'llar asfalt bo'lmagan. Spetsial mana bunaqa. Duyniga ham. Oh. Zo'r. Yo'q, yaxshi aka, hech qanaqangi bir ortiqcha ovozlari yo'q, hadovoylari ham joyida. Zavodskiy shumkada, shu normalmi? Ha. Hatta shumkalari ham emas, hadovoylari ham yaxshi. Buni narxi nechi pul aka? Bu 324 million 900 ming so'mdan boshlanadi. 5 ta pozitsiyasi bor. Boshlang'ich 3 tasi 1.5 turbo, qolgan 2 tasi 2 turbo. Bu hozir 1.5 turboligi 359 million 900 ming so'mligi. Hamma ranglardan bor. Bor. Oq bor, mana bunaqa metalika bor, qora bor, qizil bor. Endi ha bizani Navoiyda bunaqangi yo'llar yo'q, bizga asosan benzin momo bo'ladi-ki, o'zingizdan bilasiz, toza benzin. Bu mashinalar benzin tanlaydimi, yo'qmi? Benzin tanlaydi, turbo bo'lgani uchun 91 dan yuqori qo'yish kerak. Lekin bitta tomoni bor. Bu 91 da ham masalan aktani 91 bo'lsa bo'ladi. 80 benzinlar ham bor, bilasiz, masalan 80 bo'lgan bilan ham aktan miqdori 80 chiqmaydi. Undan past bo'ladi. Lekin yaxshi tomoni motori nadежный, ya'ni bu Volkswagen hamda Land Rover kompaniyalari bilan hamkorlikda yig'iladigan, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan brend sanaladi. Benzin ham yaxshisini solsa, motori ancha yil xizmat qilib beradi. Albatta. Masalan, ba'zi bir mashinalar bor, o'zingiz bilasiz, 91 benzin qo'ygan bilan ham chirillaveradi, sharillaveradi, lekin bunda unaqa holat kuzatilmaydi. Hozir mana mashinaning ichida ketyapmiz. Mashinaning motorining tovushi jamlaqa ichkariga ham kirayotgani yo'q. Odatiy holatda bo'lishi mumkin, lekin u darajada emas. Bu 4 kishilik, 5 kishilik, 5 kishilik. Meni maslahatimiz, yaxshi ustalarga moyni ham o'sha moy almashtirish deydi, ko'pchilik o'zimiz xalqimiz bir tushunmagan ustoga aytib qo'yishadi. Ha, mana shu yomon tomoni bor. O'sha moylarini, o'sha pamperslarini, o'sha benzinga yaxshi qarab bilsa, yaxshi xizmat qilib beradi. Albatta. Kimlar bilan motor bo'lmaydi, yangi qanaqadir yangi model chiqsa, motori bo'lmaydi, unisi bo'lmaydi, u nimadan biladi? Shu e'tiborsizligidan bo'ladi. Xuddi shunday. Bir narsa aytib o'tishim kerak, bu mashinaga 5 yil yoki 150 ming kilometr masofa uchun kafolat beriladi. Ko'pchilik bizada avtosalonlardan avtomobil xarid qilgan mijozlarimiz rasmiy servislarga bormaydi, sababi qimmat deydi. To'g'ri, qimmat, lekin kafolati bor. U yerda tushunadigan nima deydi, mutaxassis ishlaydi. O'sha masalan brend bo'yicha borib zavodga o'qib kelgan, qanaqa moy almashtirish kerak, necha gradusda almashtirish kerak, masalan motor qanaqa paytda sovigan holati bo'lishi kerak, hammasi haqida ma'lumotga ega bo'ladi-da. Motor nima deydi, moyni almashtirish bu motorni ochdi, moyni to'kdi, filtrni qo'ydi emas. O'sha uchun rasmiy servislarga murojaat qilish kerak. Xo'p, avtomobil haqida qisqacha xulosalar. Avtomobil yoqdi, salonlari, dizaynlari ham zo'r, kengligi ham normalni. Unaqa lishni bir ovozlari yo'q, tiqir-tiqir, shiqir-shiqir, quloqqa yoqimsiz. Xullas kalom, zavodskiy o'zining holatida ham, stok holatida ham zo'r. Puliga nisbatan sifati yaxshi. Puliga nisbatan sifati yaxshi. Ko'rdinglar, biz sizlarni Haval Navoiyda kutib qolamiz.